Qarang Karam. Да, это я просто это я. Bugun pochchelamani qanchalik yaxshi bilishlarini tekshirib ko'ramiz. Men ularga shunaqa xabar yozdim. Men yaxshi ko'rgan narsalarni olib keling deb yozdim. Так. Birinchisi men yaxshi ko'rgan ichimliklar. Menga ikkita ichimlik yoqadi. Bittasi Mojito, bittasi Palpi. Palpini o'zi oldindan yaxshi ko'raman. Так, ichimliklardan Palpi oldim. Palpi yaxshi ko'rishini bilaman. Palpidan tanishganmiz o'zi. Bo'lib boshqa ichimlik yo'q. Men faqat Palpi oldim. Men yaxshi ko'rgan snacklar. Shokoladdan masalan, Alpengoldni, aynan Max Fun o'sha shokoladni yaxshi ko'raman. Chipsi может быть. Snacklardan, chaqishlardan Alpengold Max Fun yaxshi ko'rishini bilaman, chunki men umuman bu konfetni yaxshi ko'raman. Chunki yoshligimda vashka ko'p yeganman va qayd qiladigan darajada ko'p yeganman uni. Молочный barni yaxshi ko'rishini bilaman. Potom snacklardan просто buni to'g'risi aytsam, men o'zim yaxshi ko'raman. Menimcha o'zida ham yaxshi ko'radi. Tub pechenyasi. Buni nimaga oldim? Yaqinda korzinka borganimizda teleshkaga solgandi. Men esa uni bizga kerak emas deb chiqarib tashlagandim va shu uchun oldim o'zi uni. Yana snacklardan Kinder Surprise oldim. O'zi shokolad uncha yaxshi ko'rmaydi, lekin именно men shu bu Kinderlarni kolleksiya qilaman deganiga o'shanga oldim yana. И snacklarga yana chipsi именно steyklik, chunki go'shtli narsa yaxshi ko'radi. Snacklardan yana sirni palochka yaxshi ko'radi. To'g'risi o'zi nima yaxshi ko'rishimni men bilmayman. Mevalardan malina, klubnika yoki ananas. Fruitlardan kivi oldim. Dragon fruit oldim. Bo'lib boshqa hech narsa olmadim. Rahmat.